8-trek. Saroy xizmatchisi bu yuklarni Beruniyning uyida qoldirish uchun ko'p urinib ko'rdi. Ammo natija bo'lmadi. Nihoyat tangalar ortilgan ikki tuya o'sha soqchilar himoyasida orqaga o'rda sari yo'l oldi. Beruniy bog' orqali o'z uyiga qaytdi va yana ilhom bilan ijod jarayoniga cho'mdi. Aytadilarki, Beruniy yil davomida faqat 2 martaba hayit kunlari dam olar edi. O'shanda u o'ziga o'zi lozim ozuqa va kiyim tayyorlar edi. Boshqa kunlar esa tinmay ilm-fan mashg'uloti bilan band edi. Olim mol va davlat, boylikka nisbatan mutlaqo befarq bo'lib, kundalik tirikchilikka yetarligina narsalar bilan kifoyalanar, uning butun boyligi, hayot va insonlarga cheksiz muhabbati, fikrini hamisha ravshan va davlatmand etib turgan ilm va tafakkur xazinasidan iborat bo'lgan. Olim o'zidagi shu bilim durlarini samimiyat bilan el-yurt uchun bag'ishlamoq ila baxtiyor edi. Minerallar to'g'risida kitob. O'zining qimmatbaho toshlar, ularning xossalari to'g'risida yozmoqda bo'lgan asarni Beruniy bunday deb atadi. Kitobul Jamohir fi Ma'rifatul Javohir. Buni arab tilidan o'zbek tiliga qimmatbaho toshlarni tanimoq uchun lozim ma'lumotlar to'plami deb tarjima qilmoq mumkin. Fanda uni qisqartirib mineralogiya deb yuritadilar. Beruniy mineralogiya asarining 3 qo'lyozma nusxasi bizgacha yetib kelgan. Ulardan biri Ispaniyada Escorial kutubxonasida qolgan, ikkitasi esa Turkiyada saqlanadi. Nemis olimi Frenkov shu 3 nusxa asosida bu asarning ilmiy tanqidiy tekstini tuzdi va bu tekst 1936-37 yillari Haydarobodda, Hindiston nashr etildi. Sovet arabshunos olimlaridan Belinskiy mineralogiyani shu tekst asosida arab tilidan rus tiliga tarjima qildi. Bu tarjima 1963-yili Moskvada SSSR Fanlar akademiyasi tomonidan bosib chiqarilgan. Bu nashrga Abdurrahmon al-Xorazmiyning Hikmat tarozusi kitobidan Beruniyning metallar va qimmatbaho toshlarga oid yozganlari olinib ilova qilingan. Yana ushbu nashrga Belinskiyning tarjima haqidagi so'zi, Beruniy hayoti va ijodiga doir katta ilmiy tadqiqot, Lemleyning Beruniy asaridagi mineralogiyaga oid ma'lumotlar asari kiritilgan. Mineralogiya garchi qimmatbaho toshlar va metallar to'g'risida ma'lumot berishga mo'ljallangan bo'lsa-da, u falsafiy, tarbiyaviy va adabiy materiallarga juda boy. Shuning uchun u o'qilishga qulay va g'oyat qiziqarli shaklga ega. Bu kitobda turli hayotiy tajribalarga asoslangan falsafiy didaktik xulosalar bayon etilgan. Ularni olim tarviha deb ataydi. Tarvihalardan so'ng turli qimmatbaho toshlar va metallar ta'rifiga bag'ishlangan boblar keladi. Mineralogiyaning birinchi qismida yoqut, lal, olmos, feruza, aqiq, billur, qahrabo va boshqalar to'g'risida so'z boradi. Ikkinchi qismda esa oltin, kumush, mis, temir, qo'rg'oshin, bronza singari qimmatbaho metallar to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Yoqut qimmatbaho toshlar ichida eng go'zal va qimmatbaholisidir. Yoqut oq, ko'k, sariq va qizil bo'ladi. Fors tilida yoqutni yakunt deydilar. Arablar bu so'zni yoqut deb talaffuz qilganlar. Forslar yana uni savach asmur deb ham ataganlar. Uning ma'nosi vabodan asrovchi demakdir. Uzoq asrlar davomida arablar va O'rta Osiyo xalqlarida yoqut taqqan odam vabodan omon qoladi degan ishonch bo'lgan. Yoqutning ko'p bo'ladigan joyi Sarondip, Shri Lanka orolidir. Bu mamlakatning Balakaram degan joyida yoqut koni bor. Unda sariq va surmarang yoqut bo'ladi. O'sha yerdan yuqoriroqda Ronak degan joyda Barx tog'i bor. Bu tog' ostida qizil yoqut koni mavjud. Aytadilarki, bu konni chaqmoq paydo qilgan emish. Lekin bu chaqmoq shamol yiqqan bulutlar bag'rida chaqnaydigan yashin emas, balki
tog' tepasida doim yonib turadigan olovdir. U ba'zan kuchli alanga bo'lib porlaydi. Tunda dengizdagi kemalar undan mo'ljal oladilar. Kunduzlari esa barq tog'i ustida doimo tutunga o'xshash narsa chiqib turadi. Beruniy yoqutlar to'g'risidagi ba'zi qiziq voqealarni hikoya qiladi. Amir Yaminut davla podshoh Mahmud G'aznaviyning ixtiyorida bir yoqut bo'lgan. U uzun bo'lib, vazni 20 misqol edi. Ray shaharlik aka-ukalar Al-Hasan va Al-Husan bu yoqutni 20 ming dinorga baholaganlar. Amir shu bahoga rozi bo'lgan. Yana Amir degan Paruchanonal Hind shohi bu yoqutning egasi edi. Shoh uni bir savdogarga 400 ming darhamga garovga bergan ekan. Beruniy izoh berib aytadiki, haqiqatan bu yoqutning vazni 1,5 misqol ham kelmas edi. Cho'lot ismli bir Hind shohi katta bir yoqut o'rnatilgan zinachaga ega bo'lgan. Har safar 4 kishi bu zinachani ushlab turar va shoh oyog'ini yoqut ustiga qo'yib, kallasi xachirning yelkasiga tekkunicha ko'tarilar, so'ng aravaga o'ltirar ekan. Amir Mas'udning ixtiyorida bir yoqut bor ekan. U arslon shaklida bo'lgan. Uni qo'lga olganlarida boshmaldoq va chinchaloq ortidan chiqib turar ekan. Bu yoqutni Sarondibdan qanday qilib olib chiqilgani to'g'risidagi hikoya xuddi ertakka o'xshaydi. Bir kishi sochini qirdirgan, so'ng misdan qalpoq yasatib, u qalpoqni g'alvirga o'xshatib, ko'p teshiklar qildirgan. Boshining ort tomoniga o'sha yoqut uchun maxsus joy tayyorlagan. So'ng uzoq fursat shu qalpoqni kiyib yurgan. Sochlari o'sib chiqib, qalpoqni butunlay qoplab berkitgach, o'sha odam qo'liga hassa tutib, gadoylar singari yo'lga chiqqan. Shu yo'sinda u chegaradagi tekshiriladigan joylardan shu yoqutni boshida, sochlari orasida yashirib olib o'tgan. Beruniy ba'zi hukmronlarning qimmatbaho toshlarga o'ch bo'lganliklarini qoralaydi. Arab xalifalaridan Umaviylar chumoli kabi yiqqan boyliklarini Abbosiy xalifalari tuyalari kabi xarob qilganlar. Xususan, xalifa Al-Muqtadir juda isrofgar edi. U yirtqich bosqinchilar singari pulga o'zini tashlar, befoyda ishlarni yoqtirar, behuda mashg'ulotlarga ishqiboz edi. Xalifa hamisha xotinlar bilan kayfu safo qilar, qimmatbaho toshlarni xotinlarga sochar va ularning qo'li bilan bu boyliklarni barbod berar edi. Ammo xalifa Al-Muqtadir bu qilmishlari uchun vaziri Al-Abbosdan hijolatda bo'lgan. Shuning uchun xalifa vazirni ham bunday isrofgarchilikka sherik qilishga va vazirga xiyonat dog'ini tushirmoqqa harakat qilgan. Shunda vazir xalifaning noloyiq ishlaridan ko'z yumishga majbur bo'lgan edi. Xalifa vazirga bir katta qimmatbaho toshni sovg'a qilib yuboradi. Ammo vazir bu boylik xalifalikka tegishli va uni talon-taroj qilish yaramaydi deb bu sovg'ani qabul qilmaydi. Xalifa o'z qilmishidan hijolatda qoladi. Ali ibn Muso Makkadan qaytgach, xalifa Al-Muqtadir bilan suhbatda bo'ladi. U xalifadan Ibn Dajjoldan 30 ming dinorga olingan marjon qayerda deb so'raydi. Xazinada, javob berdi xalifa. Ali ibn Muso o'sha marjonni keltirishni so'raydi. Ammo axtarib uni xazinadan topa olmaydilar. Shunda Ali ibn Muso yengi ostidan o'sha marjonni chiqarib xalifaga ko'rsatadi va deydi: "Buni Misrda men uchun sotib olib berdilar. Agar qimmatbaho tosh bilan shunday hodisa sodir bo'lgan bo'lsa, boshqa narsalar bilan nima bo'lishi mumkin?" Bu o'g'irlikni qilgan Al-Muqtadirning yaqinlaridan biri saroy xonimi Zaydoniy edi. Beruniy qimmatbaho toshlardan behuda bezaklar sifatida foydalanishga mutlaqo qarshi bo'lgan. Xalifa Umar ibn Abdulaziz o'g'li Abdullohning 1000 darhamga uzuk uchun qimmatbaho tosh sotib olganini eshitgach, unga xat yozib buyurganki, o'g'li darhol bu uzukni sotsin, tushgan pulga esa 1000 och odam uchun ozuqa bersin. O'ziga misdan uzuk yasatib muhr qildirsin.
Xalifa Abdulloh ibn Marvon ibn Muhammad Nubiyadan piyoda qaytib kelayotganida unda lattaga o'ralgan 1000 darham baholi qizil tosh bor edi. Xalifa derdiki: "Oh, shuning o'rniga ustiga minish mumkin bo'lgan bir jonivor bo'lganda edi." Marvoniylardan biri bunday degan: "Qochib ketayotgan paytimizda 5 dinordan ortiq qimmatga ega bo'lmagan arzon toshlar ko'p foyda keltirdi. Chunki ularni chiqarish va sotish mumkin edi. Qimmatbaho toshlarni esa chiqargani qo'rqar edik. Ularning qimmati biz uchun befoyda bo'ldi." Mana shulardan ko'rinib turibdiki, Beruniy qimmatbaho toshlarning sifatlari, tarifi va bahosi to'g'risida so'zlabgina qolmaydi. Beruniy fan tarixida birinchi bor minerallarning solishtirma og'irligi tushunchasini yaratdi. Ularni aniqlab, bir tartibga solib berdi. Olim bunday boyliklarga qanday munosabatda bo'lishi lozimligini ham o'rgatdi. Kishilarning ma'naviy boyligi qimmatbaho toshlarga befarqligidandir. Ulardan qimmatbaho toshlardan shuhratparastlik, isrofgarchilik maqsadida emas, balki el u yurt, mamlakat manfaatlari yo'lida foydalanish kerak. Bunday toshlarga ochko'zlik bilan yopishish kishilar uchun befoyda, hatto tahlikali ekanini ham olim alohida uqtirib o'tadi. Oltin to'g'risidagi maqola ham ana shu xulosalarni o'z ichiga olgan. Beruniy yozadiki, oltinning kam uchrashi uni yig'aberish va xazinalar jamg'arishni taqozo etmaydi. Zinj viloyatining odami kokos yong'oqlaridan olingan sharbatni ichib rohat qilgan chog'da dunyoda hech narsaga ahamiyat bermaydi. Butun dunyoni o'z qo'liga olgan singari his qiladi. Olimning ko'ngli ham ana shu himmatli zinji tarafidadir. Foydali maslahatlar. G'aznadagi oltin bozori. Qator ketgan rasta do'konlar bilan liq to'la. Do'konlar esa turli tuman oltin, javohir, kumush, yoqut, zumrad va boshqa qimmatbaho toshlar va ma'danlar bilan to'lib toshgan. Do'konlarda qator terilgan bu tilla buyumlarga qaragan kishining ko'zi qamashadi. Do'konlardan birida bir yosh qora soqol zargar qo'lidagi qo'lyozma kitobni diqqat bilan varaqlaydi. Xaridor yo'qlik paytida uning uchun kitob mutolaasi eng yoqimli mashg'ulot. Ammo bugun unga ayniqsa muhim bir kitobni topish muyassar bo'lgan. Bu Beruniyning qimmatbaho toshlar va ma'danlarga oid kitobi. Zargar kitobning bevosita zargarlikka oid boblarini ko'zdan kechirdi. U qimmatbaho toshlarning xastalanishi, buning sabablari, xastalikni davolash usullari to'g'risida yozilganlarni diqqat bilan o'qidi. Shundan keyin kitobni yana varaqlab ko'rdi. Oldin uncha diqqat qilmagan boshlang'ich boblari tarvihalarini sekin o'qiy boshladi. So'ng qiziqib ketdi-da, boshini kitobdan ko'tarmaganicha uzoq vaqt mutolaada band bo'ldi. Oradan bir muncha fursat o'tdi. Bir kishi do'kon yoniga kelib to'xtadi. U do'kondorning kitob o'qishga berilib ketganini ozgina vaqt kuzatib turdi-da, so'ng kulimsirab sekin salom berib dedi: "Assalomu alaykum, Mulla Asqar. Bu muqovalar orasidan qanday xazina topmishdirsiz?" Do'kondor boshini ko'tarib, do'kon yonida turgan kishini ko'rgach, dik etib o'tirgan o'rnidan turib, do'kondan pastga, ko'chaga tushdi va kelgan kishiga xursandlik bilan alik qaytarib, unga javob qildi: "Va alaykum assalom Mulla Nodir, xush keldingiz. Qani marhamat, bu yoqqa o'tsinlar." Mulla Asqar darhol do'konga qaytib chiqib, bir chekkada turgan ko'rpachani do'kon chetiga soldi. Ikki hamsuhbat ko'rpacha ustiga o'ltirib, Fotihaga qo'l ochdilar. Mulla Nodir do'kondor Asqarning yoshida, murtlariga hali ustara tegmagan, boshida mo'jaz oq salla, g'oyat ozoda kiyingan bir mullavachcha edi. U Mulla Asqarning yaqin do'sti. Madrasa tahsiliga ketayotganda ham, qaytayotganida ham o'z do'sti bilan albatta uchrashib o'tar edi. Ularning suhbati davom etdi. "Beruniyning yangi kitobi qo'limga tushdi", dedi mamnuniyat bilan zargar Mulla Asqar. "Bu bizning hunarga oiddir. G'oyat maroqli bir kitob. Mutolaaga sho'ng'ib ketib, sizning kelganingizni ham
sezmay qolibman. Ha, Beruniy har yili bir nechta kitob yozib, elni bahramand etar. Bu ulug' alloma tufayli G'azna ilm-fan nuridan charog'on bo'lmoqda, dedi Mulla Nodir. U Beruniyning yozgan ko'p kitoblarini o'qigan, G'aznadagi har bir yorqin fikrli tolibi ilm bilan iftixor qilar edi. Ammo, deb so'zda davom etdi Mulla Nodir, men Beruniyning oltin va javohirlar to'g'risida kitob yozganidan xabarim yo'qdir. Chunki butun G'azna ahliga Beruniyning qimmatbaho toshlar, oltin va kumushga befarq munosabati yorug' kundek ravshan. U Sulton Mas'udning 2 tuyaga ortilgan kumushlardan iborat sovg'asini Beruniy olmay qaytarib yuborganiga shama qilmoqda edi. Bu voqea butun G'aznaga mashhur bo'lib ketgani uchun mana necha yilki xalqning xotiridan chiqmas edi. Unday bo'lsa, endi shunday kitobdan boxabar bo'lib, xabardorlik xazinangizni yangi duru gavharlar bilan boyitgaysiz, dedi hazilomuz Mulla Asqar va qo'lidagi qo'lyozmani mehmonga uzatdi. Mulla Nodir oldin unga tutilgan piyoladagi sharbatdan bir xo'plab piyolani qaytarib qo'ydi-da, so'ng kitobni qo'liga oldi. U qo'lyozmani birinchi varag'idan boshlab diqqat bilan ko'zdan kechirmoqqa kirishdi. Kitob bilan tanishib chiqqach, Mulla Nodir barmog'ini bir varaq ustiga qo'ygani qoldi. Beruniyning bu kitobi sizning hunaringizga emas, bizning hunarga ko'proq aloqadordir. Muddatdan ilgari shodlangan ko'rinasiz, dedi hazil bilan. U madrasada falsafa, mantiq darslarini ko'proq muhabbat bilan o'rganar edi. Bu kitob javohir va oltinlar to'g'risida, qimmatbaho toshlar, ma'danlarning tarkibi va holati xususidadir. Bu sarlavhasidan ham ayon-ku, dedi Mulla Asqar bo'sh kelmay. Yo'q, bu kitob inson ko'ngli va hayotini o'sha javohirlar kabi aziz va pok bo'lmoqqa chorlar. Insoniy fazilatlarning qimmatbaho boylik ekanidan ta'lim berar, dedi Mulla Nodir. Ikki do'stning hazilomuz va latif bahsi shu yo'sinda biroz davom etdi. Mulla Nodir o'z fikrining isboti uchun kitobning birinchi bo'lagidagi tarbiha istirohat deb atalgan bobidan ba'zi joylarini baland ovoz bilan o'qiy boshladi. Inson eng oliyjanob fazilatlar sohibidir, deb yozgan edi Beruniy. Yaqin do'sti bor kishi chinakam baxtiyor kishidir. U do'st munosib hayot tarziga ega, yoqimli xususiyatlar sohibi. Ikki do'st bir-biriga qalbi bilan kirishib ketishgan. Ana shunday chin do'st har bir kishida bitta bo'ladi. Bundan ortiq bo'lmaydi. Shundan so'ng olim kinoya bilan aytib o'tadiki, boshqacha do'stlarning ko'p yo oz bo'lishi odamning mol-u davlati va kishilarni o'ziga jalb eta olish qobiliyatiga bog'liq. Odam hamisha boshqalarga yaxshilik ko'rsatishi kerak. Agar yaxshilik qilish imkoniyatiga ega bo'lmasa, yaxshi tilaklar izhor etsin. Ana shunday ezgu fikrlar bayonidan so'ng olim kishilarning kundalik turmushidagi yurish-turishlari, o'zlarini tutishi, shaxsiy gigiyenasiga oid maslahatlar bergan. Insoniy sifatlardan eng muhimlari ozodalik va tartiblilikdir. Insonning eng yaqin narsasi uning tabiati, ruhidir. Shuning uchun kishi tabiatiga yoqadigan ishlarni qilishi kerak. Undan keyin insonga eng yaqin narsa kiygan kiyimidir. Kiyim odam tanasiga yopishib, terisini yopib turadi. Yana odamga eng yaqin narsa yashamoqda bo'lgan uy-joyi, g'amxo'rlik qiluvchi odami, idishlardagi yeydigan, ichadigan ozuqasi hamda mehnat qurolidir. Xo'sh, bunga nima deysiz, Mulla Asqar? Dedi Mulla Nodir. Bu ham oltin javohirlarga oidmi? Bu eng qimmatbaho javohir bebaho oltinga, ya'ni insonga oid, deb kulib tan berdi Mulla Asqar. Barchaga ayonki, Beruniy uchun insondan sharafliroq va qimmatliroq zot yo'q. Shuning uchun qimmatbaho toshlar va ma'danlar to'g'risida kitob yozganda. Beruniy dastavval inson haqida so'zlayajagi beshak va shubhadir.
Qani, davomini ham tinglaylik. Mulla Nodir o'qishda davom etdi. Insonning chehrasi chiroyli, qaddi qomati kelishgan bo'lsa, unga boqish yoqimli bo'ladi. Kishining ismi ham jarangdor bo'lishi kerak. Ilgari elchilikka tashqi ko'rinishi chiroyli, nomi ohangdor bo'lgan kishilarni tanlaganlar. Agar ismi shunday bo'lmasa, boshqacha go'zal otlar berganlar. Kishining chehrasi hali u onasining qornida ekan paytida shakllanadi. Shuning uchun uni o'zgartirib bo'lmaydi. Lekin odam axloqiy qiyofasi va turmush tarzini o'zgartirmoqqa qodir. Agar kishi o'z hirslaridan ustun tura olsa, o'zidagi bor nuqsonlarini yo'q qilib, ularni yaxshi sifatlarga aylantira oladi. Hammadan avval kishining ko'zi tushadigan joy bu odamning terisi va tashqi ko'rinishidir. Garchi kishi o'z chehrasini o'zgartirishdan ojiz bo'lsa-da, terisini toza saqlash uning o'ziga bog'liq. Insonning ozodaligi suv bilan, suvning pokizaligi va xushbo'yligidan shabbodalar yoqimli bo'y kasb etadilar. Suv hayotga totli ta'm bag'ishlaydi. Bunday sifat suvga o'xshash boshqa suyuqliklarga ham xosdir. Mulla Nodir shu yerda to'xtadi va Mulla Asqar dedi: Qolgan joylarini baland ovoz bilan o'qib bo'lmas. Uni xolida o'zingiz o'qirsiz, ayniqsa uydagilar o'qisinlar. Ushbu kitobni o'sha varaqqa belgi qo'ygan holda Mulla Asqarga uzatdi. Ularning suhbati boshqa mavzuda uzoq davom etdi. Mulla Nodirni kuzatib qo'ygach, Mulla Asqar bir ikki kelgan xaridorlar bilan savdo qildi. Zargarlarning savdosi chaqqon emas, xaridor oz. Kunduzgi ovqatdan so'ng havo isib, ayniqsa bozor kasod bo'ldi. Shuning uchun peshindan keyin do'kondor o'z do'konini yopdi-da, ichkaridagi kichik bir salqin xonaga o'tdi. U biroz tamada qilib olgach, Beruniyning o'sha mineralogiya kitobini qo'liga olganicha ko'rpachaga yonboshladi. Mulla Asqar belgi qo'ygan varaqqa ko'z yugurtirib, unda yozilganlar bilan tanishar ekan. U dar haqiqat bularni baland ovoz bilan o'qish noqulayligiga ishondi. Bu tarvihada Beruniy kishilarning eng nazokatli turmush lavhalari to'g'risida so'zlar, ularga g'amxo'rlik va mehribonlik bilan shaxsiy turmushning juda nozik tomonlari bo'yicha o'g'itlar berar edi. Bu o'gitlar ozodalik, er va xotin aloqalari, chiroy va pokiza tabiatlikka oid. Ular ayniqsa ayollar uchun juda qimmatli. Olim ko'p mehribon ota-onalarning o'z qizlariga bergan maslahatlari shaklida el qizlarga tozalik va oilada ahillik o'rnatish ta'limini bermoqda. Tozalik boisi suv. Ko'p ota-onalarning qizlariga qilgan nasihatlari, oilaviy munosabatlar ham suvga oid. Abdulla ibn Ja'far qizini erga berayotganda unga bunday degan: Rashkdan saqlangil. U taloqning kalididir. Eringa tez-tez tanbih qilishni senga taqiqlayman. Chunki tanbih nafrat uyg'otadi. O'zingni bezab yurgin. Buning uchun yaxshi vosita surmadir. Yana xushbo'y atirlardan foydalangin. Ularning ichida eng yaxshisi suvdir. Omir ibn Az-Zarib al-Alvoni qizini erga berayotgan paytida qizining onasiga bunday degan: Qizingga qattiq buyurginki, sahroga chiqadigan bo'lsa, suvni g'amlab olsin. Suv yuza tomonga jilo beradi, ichki tomonni pok qiladi. Erining xohishlariga qarshilik ko'rsatmasin, chunki baxt o'zaro muvaffaqlikdadir. Bir arab to'y kechasi qiziga bunday maslahat bergan ekan: Sen eringning cho'risi bo'lgin. O'shanda ering sening quling bo'ladi. Sen u bilan hamisha yumshoq muomalada bo'l. Bu noz va qarashmadan afzaldir. Yana suvdan ko'p foydalangan. Xushbo'y narsalar ichida eng birinchisi suvdir.